Assalomu alaykum hurmatli baliqchi akalar, yana baliq ovlab kelib oldik. Har doimgidek o'zimiz baliqchilar bilan. Qani baliqchilar olinglarchi. Olinglar. Baliqchi akalar mana o'zini pochkamiga ketyapman. Xudo xohlasa ham yaxshi. Ko'ringlarchi. Yaxshi ayushyapti. Kenarga qo'yib olaylik. Suv zo'r, suv tushdi. Muhim suv pökka tashlaydigan popdan akalar. Xudo xohlasa zo'r. Pök tushadigan bo'ldi. Tomosha qilib turinglar, xudo xohlasa natijalar tashlaymiz akalar. Akalar mana o'tiribmiz. Yemlab qo'ydik. Endi oppolar. Suv uncha tushib qolibdi. Tushmaganda yaxshi bo'lardi, mayli. Pökka tashlab qo'ydik, mana pök. Sazan boylayapmiz akalar, xudo xohlasa. Tushamiz degan umiddamiz. Akalar bitta natija. Krasnoy perka shekilli. Ular bo'layapti akalar. Baliqchi akalar joyida qaranglar, shu go'zalligini. Oqim suv. Bu non tagidan kelib, maqdan chiqib, bu yoqqa ketay. Baliqchilar o'tirishibdi mana. Boburjon bilan Nasibillo. Siz sadovda olasizlar-ku, ikkita karas tushdimi? Lekin natija yaxshi emas. Shamol bilan to'xtaydi. Shamol e'zoborda kelmoqchi. О, давай. Белые чопки. Bo'lmadi? Ha, ilinmadi. Zatsep bor ekan, bo'ldi, egishtirlar, ketdi endi. Bu ham yaxshi bo'lmadi. Ushlagan balig'ini qaranglar, baliqchi akalar. Boburjon ushlagan balig'ini. Boburjon?
Bo'ldi, ketdi endi boshqa joyga. Plan cho'tdan bog'laydi. Bilan ga boruvdi. Hali birinchi joyimizga shamol bo'lib berdi. Ochoqli joy ekan. Iloji bo'lmadi. Shamol olib ketdi. Endi bu yerda ham ko'rib beraylik dedik. Bu yerdan ikkita karas tushib oldi. Endi boshqa joyga ketyapmiz, xudo xolasa. Shu yerdan bo'lib qolar natija. Tomosha uchun rahmat amilaga. Baliqchakilar bugun cho'ta balig'o sus ancha. Mana endi tortib qoldi. Torsang yaxshiroq tort. Mana tort. Давай. Joylar zo'r, lekin baliq sus. Hali endi bunaqasi ham bo'ladi, baliq bir boqadi, bir qoqadi degandek.